Umuman belda grija bo'lishini xohlamasangiz, ushbu mashqni har doim ertalab 10 daqiqa davomida takrorlang va sizga disk uchurasi umuman yaqinlashmaydi. Ushbu mashq chayon deb ataladi va u ikki qismdan iborat. Birinchi qismda tovonlar birlashtiriladi, tizzalar ham birlashtirilib, avval o'ng tomonga va keyin esa chap tomonga bel bukiladi. Ushbu holatda inson tanasi pozitsiyasi disk uchurasini davolash uchun to'g'ri bo'ladi. Ushbu mashq davomiyligi 10 marta hisoblanib, butun tanadagi umurtqadagi degenerativ o'zgarishlarni yo'qotadi, qon aylanishini yaxshilaydi. Ushbu mashqning ikkinchi qismi quyidagicha bajariladi. Birinchi navbatda qo'llar ko'krak qafasi to'g'risiga olib kelinadi va tana korpusi ko'tariladi. Bunda oyoqlar uchi yerga tiralgan bo'lishi shart va bunda umurtqa pog'onasidagi nervlar ochiladi. Ushbu holat 5 daqiqa davomida 5 qayta takrorlanadi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda tizza bo'g'imi og'riydiganlar uchun ajoyib mashqni ko'rsatamiz.